Futbol tarixidagi qaysi o'yinni jonli sharhlashni xohlaysiz? Bilmagan holda sharhlash bo'lsa 99-yilgi Bavariya hamda MU finali. Ronaldoning harakati yoki Messining talanti qaysi birini ko'proq qadrlaysiz? Albatta mehnat ko'proq qadrlanadi, uniki bo'lganligi uchun. Lekin Ronaldo aslida talantli ham futbolchi va Messi ham mehnatkash. Bitta futbol stadioniga butun umr kirish bepul bo'lsa, qaysi stadionni tanlardingiz? Har doim borib turish imkoniyati bo'lsa, Borussiya stadioni. Qaysi uchrashuvni yana bir marta takroran ko'rgan bo'lardingiz? Bilmagan holda shu Qatardagi final. Imkoniyat berilsa, qaysi jamoada bir kun futbol o'ynagan bo'lardingiz? Real Barsa emasda, aloy qolib ketaman. Siz futbolda ko'rgan eng chiroyli gol? Ikki xil variantda aytaman. Did tomonlama Bergkamp goli, Newcastle urgan goli. Futbolchining hamma mahorati uzunroq vaqtda qilingani bilan Maradonani Angliya urgan goli. Futbolda siz ko'rishni xohlaydigan vaziyat bormi? Ronaldoning jahon chempionati qaysi bosqichda bo'lishidan qat'iy nazar Messining Argentinasi bilan o'ynash. Ronaldoning Juventusga goli yoki Messining Betisga parashyut goli, qaysi birini takrorlash imkonsiz? Ronaldoniki haybatliroq ko'rinib, balkim Buffon darvozasiga kiritganligi uchun sal ustunroq qo'yishi mumkindir. Qaysi uchta futbolchisiz umuman futbolni tasavvur qila olmaysiz? Pele, Maradona, Cruyff. O'zingizni xarakter, tashqi ko'rinish jihatidan qaysi futbolchiga o'xshatasiz? Odil Ahmedovga o'xshata qolaman.